Çapa tattınız. Rahmet direktör. Kıslat müdürünü iş götürdü. Müdür o'ltirdi o. İşini qilmay o'tiram da. Bir ish qilayotgandek emas. Bo'lmasa qarab boqaymi? Ha, yo'q bo'ldi. Bo'ldi, ishingiz qiling. Bak, qo'shamiz. İşini qilmay o'tirdi. Bu qanday bo'lg'ini? Ishlamay o'tiribdi. Qo'lisida nima o'ylayotgani bu xotin? Hemen malay. Siz kelib bir tamoq yap. Hadi hadi hazır qishim batdi, berib shuni qilay. Ma'qul. Oy, tamakka taze okşattı o. Qani kilo. Berna g'arsh tamakka bek amraqdi. O görünmeydi o. O yatağa qo'ydi. Tamak yemem diken. Yemayman deydi. Bunun bir iş oldu mu ya? Sen beni mi diken bitem? Mençe onunla kesipten dedim. Cemile'nin oğlu birmen de. Hey, Allah'ın özü koyupasan bulmam da. Özgü koyupada oturab, bir ömür capatasın mı? Cesur kabiliyetlik. O kızımızla herkes capat atkızmaydı. O kaçan pul tep boğuca, o capat atıp ödüdü o. Balı terişcan bozula eminası bab olur demez mi? Bizim o buruntulla eminasımız bab oğan mı? Acaba sen ötmüşünü unutup kaldın mı? Şu ötmüşsün unutup kalmağaçka Cemile'nin oğlu berey de batı ben. Herhalde kızımızı oylap bir iş kılasın. Açım ottağını. Tamaqını yavaşın andın değişsek mi buludu o? Tamağını yap bulup yatak uy kırvasa kaçan söyleyse hakka. Dada, Oh. nima deyishatsizlar? Ha, ish gap yo'q bolam, ish gap yo'q. Tamog'ingizni yeyavering. Qaragan gapingga o'xshaydi dada, degina. Ay, nima gap bo'ldi deysiz ular. Shu oyliqqa ishxona mudirligidan boshliqning katibiga o'zgarib qolgandan keyin tuyuqsizlik parvar ansirab o'tiramay. Voy dada, dedimg'u, unda ish yo'q deb. Shunday bo'lam. Oy qaysi kunima qoroda bir er kishi bilan gap talashib ketibsan. Shu odam seni xap qilatam diye. Ey, parvar. Dada, mush gapnimi deb bo'ldingmi ammamga? Voy bolam, boshqa gap emas. Voy jinim balam. Voy qizval cho'ngib qolganki vaqti to'yni qilish kerak ekan. Bo'lmasa so'z chechak qoldi deyman. Bir Amma, haqningiz davasun. Meni hozir to'y qilg'im yo'q. bolam. Voy sizlar qachongacha uy o'chaqliq bo'lmay, dadanglik tayinib yashavarsizlar? Ha? Hammal dadangni malay qilib oldinglar. Nima? Parvar. Bu besh qalaymiqan gap qiltiding qanday? Kim malay qilibdi? Malay qilmay desang, vaqtida to'yingni qilamsan? Voy, bir og'zingni jim tutib o'tarsan, qachkan deb qolamizmi seni parvar? Voy aka, sen ballarining ko'nglini ayig'ining bilan bu balli seni ayimisa? Dada, gapingga qaraganda men sizlar yuyib qoldimmi qanday? Voy, yuyolmay desangchi, vaqtida to'yingni qilsanglar bo'ladi. Voy, og'zingni jim tutib o'tarsan, bir qachdamda seni.
Acaba ziriktin boydun. Bu zerikken bu sen toyunu kılamsan. Yana! Ne var ha? Siz izlep bamgayıp kalmadı emine. Hem adam mesrikti. Hiççen dünyadaki ölçüm oturun ha? Şu hizmet çıkıp kalsa işleyimi dep uyak bu yakı berip baktım. Siz bir okuyma dep kelgensiniz go. Nima hizmet? Okusam pul gerek bula. Yılım sizlarni bek ağırıp koydum. Lan qarang. Qandaq bo'lsa bu ish men bilan munosabat eting ha? İşlemelib nochilik qilmay, maktab tizimiga oldirib o'qishingizni yaxshi o'qing. Men bir tanlov bazasini ish topdim. Pulingizni tez qaytarib bermang. Ansirab ketmang. Siz uchrab qolmasam bu mushim yo'q menga. Nima? Vay. Cesur doktoruma. Qashqardan kelgan Mahmud akaning kasallik tarixini ilib kiring ha. Bo'ladi. Kiring. Kirganman. Mana. Bu kishi mening Qashqardan kelgan yaqin og'inamning aksi bo'ldi. Hozir avval qanday? Eslab kirganligimda hozir xil yaxshi. İştahım normallaştı. Qon besim qanday? Qon besim normal. Bo'ladi. Men mani tafsilga ko'rib baqaman. Ben çıkayım sen. Hey, Cesur. Başka işiniz olmasa bugün keşke bizim eve gidelim ha? Oldu rahmet. Başka gün var abi. Siz mi köp cefa çektiniz? Ben mi çarşıydım? Keşke tamak yiyeceğiz, birden bir paranın şeyini. Eyvallah. Daha olsa ben saklayayım. Ben çıkayım sen. Bakın. Neden İvan geldi? Çıkma. Bilmem lazım ha. Az olsun. Ağır bakıyorsun. Ha? Naman gel. Kaldım Bana ha. olmanız yakışma. Kira. Siz mi lan? Ha? Tamam lan. Öymeyime gelme. Tabii. Çıkkınlarını tanıştırmışsa mı bula? Yok. Merhamet. Koy. Rahmet. Sizin sevip koyayım mı? Bir neçə yıl oldu. Tatlıq məsələnin yıqınken bilin. Sen de dikkat kılmışsan, kan şekerim ördep gidiyorsun. Tөгісті диабет şifa kılıdı. Tөгüsünü içip durup hemen. Lekin bazı aldıraşçılıkta onu günde içişkime vakit çıkmadı. Hadi çay bakın. Dadam dükka açıdı davet ettiniz. Dükka açıları aldıraş oldu. Tamaklarını kandak kılıp otursunlar. Tamakımızın ammam etip yaratıdı. Ammanız sizler bilen bizi turam da. Yok. Ammam bizle udul koşuna oturdu. Aç tamakımızını kırıp itip yaratıdı.
Qani, çay bırakın. Oy. Qani tamoqqa. Qani, bırakın. Siz olsa da. Ha? Aslan oturun. Qani, meyvege baqqaş oturun. Sizlar uyda necha bola? Bir adam ve bir inim var. Ular nima ish qildi? Adam şirket işleydi. İnim buyul okuş bitmedi. Ikki o'g'il ekansizlar-da? He. Qadingiz yotib bo'lgandi? Yaktık. Cesur, neler ne lan? Qana, siz meni? Aynısından kayday. Yaxshi kuchlarni da qattiq quruq bo'lib qoldi. Yak bek yaxshi bo'ldi. Varqib qo'ydim, rahmat. Qatpat kelib turing, ha? Tamam. Bernard qizim. Ha? Muzlab qo'ying. Nima ish doktorxona boshliqdan qiz kelganingiz nima demaysiz? Dadam opam yurtda degandingiz ku. Kechiringman. Navada bugun oshkorlanmagan bo'lsa qachongacha meni aldamoqchidingiz? Men asl sizga buriltaydigan lekin siz ham mijozsiz bilgachga shon diyamagandim. Agar shu chaq diyamsam allabura menda ayrilib ketgan bo'lardingiz. Undaq bo'lsa hozircha. Ben bu hayatda qanchalik o'ng'aysizlanib o'tirdim. Kechiring, Jasur, men qasddan qilmadim. Ko'rgansiz? Opangizning menga muomalasini ko'rgansiz? Men o'zimni qo'yg'idek men topolmay qoldim. Opamning mijoz asaldan shundoq shon ko'ngilga omon bo'lamdi. Jasur. Odamni debmi qo'ymay mehmon chaqiribsiz, ha? Nima bo'pti? Bir qachon ortiq yurding-ku shu. Meni ko'rib baqsin deb qasddan chaqirib keldingiz-ku deyman, ha? Aslida qisilib o'tgan bolni xijil qilib, nati gapdan so'rab bultading. Hey, sen boshqalarni osonlashtirsan, xushal bo'lamsa? Kim bildi? Qizimizga maqsadga yiqilishyapti-da, deyi. Appa, nayatga gapni qildikansiz? U tek bugun bildi. Men uningga opamdan shurtda deb yolg'on gap qilgan. Ha? Beyli usalalat qo'ydingiz abay uni. Nima bo'ptamdi? Men bayatınla Cesur'nun ifası qirab bir narsani his qilgandim. Senmize.
Kızımızdan baktığında ben yaman buldum hem de. Hey. Cesur, sizin açığınız gelgen ben bilmem. Ben hastam bundak qımıdım. Men köçürüm. Ben sizden ata-anamdan ailemden için yoşurğandan sır sizge hiç qanday yağan gaq baxımdım rast. Buna telefon ama yo'qolib ketdi ama ansirayotgan. Men ansiradim, men telefonni ilang. Kızım. Konunuzu düşünüp duruptu mu? Bundaq beyhude işler. Ben sizden apağız kızım. Ha? Ben hiç qandaq vaqtda sizge yaman bolsun demeyman. Kız yigitler muhabbetleşiyotganda qulqi gaz, ko'zi ko'r bo'lib qoldi deyishdik. Çoğlarının beşinden nurgun ısık soğuklar ötkeşke keyinkilerine nasihat kıldı o. Ben qarab durup sizin o'tqishtiramam mı kızım? Abba, siz Cesurni faqatla tushunmaysiz. U gerçi ozga yaqini bilan kishi ko'ngil bo'lishni bildi, qadrini qildi. Shundaqmi deyli? Ha? Sen o'qiyman deyapsiz. O aşı kichikgina maosh bilan sizni o'qita olamda. Keyin sizlar balliq bo'lsizlar. O vaqtda chiqiminglar texmi ashidi. O vaqt qanday qilsizlar? Ash kichikgina maosh bilan xo'rgul turmush kechiramsizlar. Bu chog'da men ishlayman abba. Men maosh olmay ishimizga maosh bizga yetadi. Qizim, turmushdagi nurg'un ishlar siz o'ylagandek unda oddiy emas. Men o'z vaqtida dadang'izni yaxshi ko'rdim deblam to'y qilgan. To'ydan keyin bizning turmushimiz shundoq jafoda o'tdi. Men dadang'izni yaxshi ko'rgachga bu jafolarni ko'zimga ko'rinmadi. Lekin asta-asta o'zimizning shuncha charchaganligimizni his qilgan bo'ldim. Bizning bugungi mush kunga erishishimiz uchun bizning qanchalik jabr tatganligimizni siz faqat faraz qila olmaysiz qizim. Men tatgan shu jabrlarni sizning qayta tortishingizni faqat xohlamayman. Abba, Barna, ota-ona deganchu farzand uchun borliqni aymaydi. Chinim abba, mush bir qaytim, mushlam meni tanishimga yo'l qo'ying bulamda abba. Men Cemil'le bilan deyishib bo'ldim. Biz bir kun vaqt chiqib birga tomoq yeydigan bo'ldik. Boshqa ishlarni o'ylamay, yaxshiroq aramaylik. Atgelinginiz xayrli bo'lsin, direktor. Bek salomatlik bo'lib ketibsiz. Men sizga nima degan? Ha? Bundaq zo'm-zo'q qilingan hurmatlar xo'sham yo'q deganmidim degan. Ha, shundoq. Esimda bor. Hammasi esimda. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Zo'm-zo emas, samimiylik bilan chiqdim. Bunda kulsam pek chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylab qolgan o'xshamaysiz? Bundan saxta kulsangiz, o'mchikning to'g'ridek bo'lib ketgan qo'riqlaringizni yo'shiraolmay ekansiz. Ma yoshga kirib qolganda, qo'riqlarni ancha-muncha yig'ishtirib yugulik. Men diqqat qilay. Diqqat qilamsiz, qilmamsiz, bu chiroyingiz menga baribir. Men bu filmda Perver obrazı bilen
tomoshabinlar bilan yuz ko'rishman. Bu filmni har vaqt eslagan vaqtida ashundaq bir kichikgina janrlar esimga kelib turdi. Bu rolni o'ynagan vaqtida nurg'un adam balki menga tushmaydi deb qolgan bo'lishi mumkin. Xuddi Uyg'ur ayollarining gigant, tirishchan, jafoga chidaydigan ruhi mening rolim orqali namoyon etgan. Ballar qarta talabchan bo'g'ini bilan shundoq mehribon, apuchan, tirishchan bir onaning obrazi. Qeyrindoshlik mehri, ota-ona mehri mush film orqali shunchalik yaxshi ifodalangan. Lekin mush kino, televiziya filmlarini ishlagan vaqtida shundoq bir afsunarlik ishlar yuz berdi. Biz sahnada dramalarda rol o'ynagan vaqtimizda bugun ko'ngildagidek o'ynayamsak, ertasi shuni o'ngishib olg'ili bo'ladi. Lekin filmda undaq emas ekan. O'sha filmdagi ba'zi yerlarga qarab o'zim hajab bo'ptikan deb qolaman. Masalan, ba'zi bir afsunarlik yerlarni o'ylanib, qanday qilgan bo'g'iydi dedim. Men bu filmni yaxshi ko'rdim. Nurg'un yerlardan men shunchalik rozi. Chunki tomoshabinni rozi qilaligidek yaxshi rol menga keldi. Men shunday yaxshi o'ynab oldim deb o'zimdan bir baxt tuyg'usi ichida minnatdorlik bilan tilga olaman bu rolimni. Lekin ba'zi bir kiyim-kechak, grim, yurish-turish, inkas bergan vaqtlarimda shu jafoliq charchagan mezgillarda pek astoydil bo'lmagan yerimdan shunchalik o'kinaman. Sizlarga deb bermaganim bilan nurg'unlagan o'kingan, men azaldan rol o'ynasam, rol ko'rsam, o'zimning yaxshi yerini emas, o'zimning nachar yerini, obraz bilan yaqinlashmagan, obraz bilan birikmagan yerimni ko'ratdim. Mushu filmda shunday bo'ldi. Bir adam bundaq yaxshi rol uchirmaq bek tez. Hayatımda ata arzusiki perver rolu bilan uchirishib qolganimdan o'zimni baxtli his qilaman. Bu rolimni shunchalik yaxshi ko'raman. Ekran oldidagi har biringlarni bu rolimni shunchalik yaxshi ko'rsizlar. Muhabbat mangulik tema. Lekin aka degan so'zni aytgan vaqtida mening butun uyg'unlarim bo'shab ketdi. Hammaning aksi so'zi yaxshidir. Lekin mening akam menga bir tanla. Şunu bu rolda hamdi Abdullah Abdurrahim mening akamni o'ynadi. Aşağıda Abdullah Abdurrahim shundoq bir mehribon, dunyoda tepilg'isiz jufti yo'q bir akani namoyon qildi. Men har bir mush rolni o'ynagan vaqtimda o'zimning aksi esimga keldi. Mening akamning menga shunchalik mehribonligi, meni har yerdan qo'llashlari, menga yetkazgan mehribonligi, menga yetkazgan muhabbatiga bugun ekran orqali bir rahmatimni aytibam keldi. Shundaqla mushu rolda men akam bilan o'zimning o'tirishga mehr muhabbatning qanchalik cho'nqur bo'lganligini, qarindoshlar aramu bir-biriga mangulik muhabbat beraydiganligini, mehr beraydiganligini, shundaqla shunchalik hayajon ilkida taqrinish tuyg'usida bir-biriga bergan mehr muhabbatiga minnat qilmaydiganligini his qildim.